Assalomu alaykum domla. Xo'p, tushimda ko'pincha sigir, ho'kiz ko'rmoqdaman. Nimadan bo'lishi mumkin? Javob uchun rahmat. Ho'kiz go'shti yeganingizdan emasmikin? Hazil albatta. Sigir, ho'kiz yildan darak deydi tush ta'birida. Yillardan darak. Agar ho'kiz, sigir semiz bo'lsa, sizni kelajak hayotingizdagi yillaringiz farovon bo'lishidan darak. Agar ular oriq bo'lsa, ular biroz o'sha qitliq holatida bo'lsa, unda kelajak hayotingizda qiyinchiliklar, ya'ni moliyaviy tomondan biroz qiyinchiliklar bo'lishiga darak deydi ulamolar. Ya'ni tushga suyanib yashalmaydi.